6000 degani bu masalan mana boshidan boshlaymiz. Ertalab turganingizda ko'zimni ochsammi, ochmasammi, tursammi, turmasammi. Keyin mana o'sha yerda savol tug'ildi, tursammi, turmasammi, ko'zimni ochsammi, ochmasammi. Yana 10 minut yotsam ekan. Bu jiringlayotgan paytda shuni qo'lim bilan bosib qo'ysam ekan yoki tura qolsam ekan yoki 10 minutga surib qo'ysam ekan. Qarangda qancha savolga siz javob berasiz. O'rningizdan turgandan keyin oyog'imga tapichkani kiyib borsam ekan tualetga, agar domda bo'lsangiz, yo tapichkasi yugurib ketaversam ekan, ustimga bir nima tashlab olsam ekan, anta qaynaram chiqib qoladi yoki shunda pijamada ketaversam ekan. Mana shu kabi nima desam ekan, chanqab turgan bo'lsangiz suv ichib keyin borsam ekan tualetga yoki tualetga borib kelib keyin suv ichsam ekan. Mana shu kabi boru bumi degan rosa ko'p savollar tug'ilar ekan. Bandasi bilmagan holda yechim qabul qilar ekansiz. Siz bilmagan holda 6000 ta savolga javob berar ekansiz. Ko'rdingizmi? Mana shu 6000 ta javob berganingiz bu sizni ertangi kuningizni, ya'ni kelajakning shakllanishi, yaratilishi. Tushuntira oldimmi? Siz hozir 1 minutdan keyingi, 1 soatdan keyingi, 1 kundan keyingi, 1 oydan keyingi taqdiringizni siz har kuni 6000 savolga javob berib, siz yaratib kelyapsiz. Mana shuni eshitganimda, o'qiganimda men o'zim o'yladim. Hech qachon o'ylamabman bir kunda men 6000 savolga javob berar ekanman deb. Keyin shu narsani bundoq kuzatsam, haqiqatan choy ichsammi, ichmasammi, kofe ichsam ekan, choy ichsam ekan, kipitok ichib qo'ysam ekan, novat solsam ekan, novat olib desam ekan yoki men shakar solib qo'ya qolsam ekan, solsam ekan, solmasam ekan, yana bitta ko'soq non yesam ekan, yemasam ekan, sariyog' yesam ekan, varenye va zastolam o'tirganini o'zida bilasizmi, qancha bumi degan savollarga javob berar ekanmiz. Undan keyin ishga ketayotganimizda masalan men bu ko'ylagim kiysam ekan yoki men shu dvoykam kiysam ekan, oyog'imga men bu tapichkam kiysam ekan yoki kabluk kiysam ekan, yandex chaqirsam ekan, mashinaga ketaversam ekan, dadasiga olib borib tashlang desam ekan, yo o'zim ketaversam ekan. Mana qarang, mana shularda biz ham taqdirlarimiz. Masalan o'sha paytda xo'jayinim bezovta qilmay qo'yaqoli deb o'zingiz chiqib, masalan shu yerda siz yechim qabul qilasiz. O'zingiz chiqib bir mashinaga o'tirsangiz, o'sha mashina avariya bo'ladigan bo'lsa, o'lib qolmasangiz agar, shu yerda aytishingiz mumkin. Aytsam bo'lar ekan xo'jayinimga, olib borib tashlang desam bo'lar ekan, uxlayotganda o'shani turg'izmadim-da, mayli deb yandex chaqirib keta qolgandim yoki bir Damas'ga o'tirib keta qolgandim. Agar o'shanda xo'jayinimga olib borib tashlang deganimda, mana shu narsa bo'lmasdi deb, mana shu yerda bir strelkani fuq Allohga burib qo'yamiz-ku. Nasam deyli, shu joyda siz o'zingiz qaror qabul qildingiz. Xo'jayingiz turg'izganda shu narsa bo'lmasdi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni siz bilan biz o'zimizni kichkina olamimizni siz bilan biz o'zimiz yaratar ekanmiz. Tushunding?